Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'zimni sport va sportga qanday qilib boshlaganligim haqida gapirib o'tmoqchiman. Aslida men Samarqanddanman, hozirda Istanbuldaman. Undan oldin men Janubiy Koreyadan kelib, u yoqda o'qib, где-то 8 yil Janubiy Koreyada, balki hozir faoliyat ko'rsatayotgan tanishlar bo'lsa, ular taniydi meni. Keyin u yoqdan keyin Istanbulga kelganman. Hozirda Istanbulda asosan ishlarim, o'zim ishimni qilishdan tashqari sport bilan ham shug'ullanaman. Ya'ni uy sharoitida sport bilan shug'ullanaman. Bu menga doimiy sog'liq va doimiy energetik, ya'ni kayfiyatim har doim yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Bu sport bilan shug'ullanishni qachon boshladim? Где-то 3 yil oldin. 3 yil oldin kelganman Turkiyaga, o'sha paytda boshlaganman. Undan oldin ham qilar edim yoga Koreyada paytimda, lekin unda faqat o'zim qilar edim. Hozirda ham o'rtoqlarim bor, gruppamiz bor, yoki o'zim uy sharoitida ham qilaman sport. Ya'ni uy sharoitida qanday qilib ayollar sport qiladi deb o'ylashiga ko'pchilik, bizani ayniqsa O'zbekiston sharoitida ayol qizlarimiz o'ylaydiki, ya'ni sport qilish juda ham qandaydir qiyin ishda, yoki faqat sportda o'g'il bolalar uchun chiqarilgandek deb tasavvur bor. Chunki men ham O'zbekistonda paytimda umuman sport qilmaganman, yoki umuman sport haqida gapirilganda faqat sport o'g'il bolalar uchun tegishli bo'lgan narsa deb o'ylaganmiz. Ya'ni umumiy shunaqa fikrlash bor, lekin aslida unaqa emas. Masalan, uy sharoitida ham o'tirgan holatda ham har xil sport, unaqa yogani har xil harakatlarni bajarish mumkin. Masalan, hozirda bu bizani tezda vazn berish, ya'ni ozish yoki uzoq muddatli qaddi qomatimiz chiroyli bo'lib turishi uchun bu bizga juda ham yordam beradi. Masalan, hozir men o'tiribman, mana bu kovrik deyiladi yoki yoganing mat deyiladi. Shunaqa imkon bo'lsa olishingiz mumkin. Plastik gibi o'zi ingichka bo'ladi, yoki gilam ustida ham boshlanishga qilib turishingiz mumkin. Masalan, hozirgi o'tirish harakatida, masalan, oyog'imni bundoq qilib ikkalasini o'tirganman. Shunda ikkita oyoq son tomoni yerga tegish natijasida shu yerdagi ichki oyoqlarning ichidagi ichkari tarafdagi yog'larni erishiga juda ham yordam beradi va oyoq mana bu qismida ham juda ham ko'p, orqa tomonda ayniqsa yog' to'planadigan bo'ladi. Normalda tez yog' kilo olayotganda belli bir qismlar bor odam naqasida, vujudida. O'sha qismlar ayniqsa juda ham tezda yog' to'playdi. Ulardan birisi mana bu oyoq son qismi va oyoq pastki qismlari hisoblanadi. Shu oyoq bu ikkita qism yog'larni eritish uchun, masalan, shunday qilib gavdamizni tik holatda tutib, ya'ni maksimum 5 daqiqagacha to'g'ri bittan bir nuqtaga qaragan holatda o'tirishingiz mumkin. Masalan, shuna qilib, bu ham juda ham qaddi qomatdan, ayniqsa mana bu orqadagi umurtqa pog'onasining to'g'rilanishiga va o'sha bu mana bu yelkadagi nima uyushganlari ketishiga va juda ham odamga bodriy anaqa beradi, nima deydi, ощущение beradi, ya'ni hissiyot beradi va bu bizani umurtqa pog'onani uzoq payt davomida qiyshaygan holatda, doimiy engaygan yoki egilgan holatda turish natijasida mana bu nimalarimiz egin deydi, nima deydi, shu joylarimiz juda ham tortishib qoladi va bularga to'g'rilanishiga juda yordam beradi. Masalan, shunaqa tarzda uzoq payt emas, ya'ni 3 daqiqadan 5 daqiqacha o'tirishingiz mumkin. Keyingi harakat, chap qo'lingizni o'ng qo'lingizni tizzasiga qo'ygan holatda, ikkinchi qo'lingizni orqaga bergan holatda, yon tarafga yuzingizni qo'ygan holatda, qaratgan holatda turasiz. Bu ham 2 daqiqadan 1-2 daqiqa bo'lishi mumkin. O'zingizni pozitsiyangizga qarab. Keyingi harakatimiz, chap qo'l, o'ng qo'l bilan chap tizzani ushlagan holatda qilamiz. Ikkinchi qo'l orqaga ketadi va yon tarafga qaraymiz. Bu ham bo'ldi, xuddi shunday. Keyingi harakatimiz, masalan, mana bu qorin bo'lgasidagi yog'larni eritish uchun yordam beradi. O'tirgan holatda maksimum chap tomonga, chap burchak tomonga qo'llarimizni uzatamiz. Masalan, egilgan va holatda turishimiz kerak 1-2 daqiqa.
maksimum bu qo'ldagi mana bu qo'lni mana bu qismidagi yog'lari erishiga va bu yon taraflari yog'lari erishiga juda ham yordam beradi. Shunaqa qilib turamiz 2-3 daqiqa. yoki 30 soniyadan 1-2 daqiqagacha turishingiz mumkin. Har bir insonda o'zini qanaqadir toliqish his qiladi. Shunda ham birozgina vaqt o'tgancha turish mumkin. Keyingi harakatimiz xuddi shu qo'llarimizni birlashtirgan yoki yon-yonga qo'ygan holatda bu tomonga, ya'ni o'ng tomonga qo'ygan holatda turamiz. Egilgan holatda. Bu harakatni ham 30 soniyadan masalan 1-2 daqiqagacha turishingiz mumkin. Bu ya'ni belli yon taraflaridagi yog'larni erishiga, keyin qo'lni bu qismidagi va bu yon tomondagi yog'larni erishiga hamda qorin qismidagi yog'larni siqilishi natijasida erishiga olib keladi. Keyingi harakatimiz xuddi qo'llarimizni to'g'ri qilib to'g'riga turamiz. Maksimal darajada boshimizni yerga tegadigan darajada turgizib 30 soniyadan 1-2 daqiqagacha turishingiz mumkin. Men hozir videoda qisqa qilib ko'rsatyapman, chunki tezroq harakatlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Maksimum 5-6 ta harakatlarni. Keyingi harakatimiz aynan o'tirgan holatda yana buni ham davom ettiramiz. Oyoqlarimizni ochgan holatda ikkita oyog'imizni ham ochamiz yon tomonga. Bu ham bu qorin qismidagi yog'larni eritishga va boldir qismidagi yog'larni erishiga juda ham yordam beradi. Xuddi shunday o'ng oyog'imizni qo'llar bilan ushlagan holatda egilamiz. Boshimiz tizaga imkon boricha yaqin yoki tizaga tegadigan darajada qilib 30 soniyadan yoki 1-2 daqiqagacha maksimum turishingiz mumkin. O'ng tomonga xuddi shunday. Keyingi harakatimiz esa xuddi shunday chap tomonga oyoqlari qo'llarimiz bilan ushlagan holatda davom etishingiz mumkin. Xuddi shunday holat. Keyin to'g'riga bo'ladi. Keyingisi ham aynan oyoq boldir va qorindagi yog'lar erishiga juda ham yaxshi sabab beradi. Bu harakatlar почти 2-3 martadan takrorlashingiz mumkin. Keyingi harakat qo'lni o'ng oyoqqa uzatgan holatda chap qo'lni yuqoridan o'ng qo'l tomonga uzatamiz. Ya'ni bunda bu yondagi yog'lari erishiga sababchi bo'ladi yog'dagi yon tarafdagi yog'lari erishiga. Keyingi harakatimiz keyingi oyoqqa ushlagan holatda chap tomonga egilamiz va bu ham xuddi shunday 2-3 daqiqa va yon tarafdagi o'ng tarafdagi bu tarafdagi yog'lari hamda erishiga yordam beradi hamda qorin qismidagi yog'lar ayni daqiqada boldirdagi mushaklar ham nima deydi, stretching deydi, ya'ni uzatib turilishi davomida o'shalar yog'lar eriydi. Xuddi shunday keyingi harakatimiz ikkita oyoqni bir-biriga tekkizgan holatda ikkita oyoq ushlaymiz va ushlagan holatda oldinga egilamiz. Bu harakat ham xuddi 30 soniyadan 1-2 daqiqagacha maksimum bo'lishi mumkin. Va bu harakatlarni har kuni yoki kunda 1-2 martadan, ya'ni o'zingiz uchun 10-15 daqiqa sarflaganingiz natijasida o'zingiz chiroyli qaddi-qomatga ega bo'lasiz. Bu albatta bizani hayotda eng muhim narsa o'zimiz hisoblanamiz. Albatta farzandlarimiz yoki ota-onamiz yoki qarindosh aka-uka hamma muhim, lekin birinchi o'rinda o'zimizning sog'lig'imiz juda ham muhim. Shuning uchun men hammaga maslahat beramanki, doimiy aktiv bo'lgan holatda, masalan, meni kuzatib borsangiz, videolarimni YouTube kanalimga obuna bo'lib, videolarimni doimiy kuzatib borsangiz va qanaqadir to'g'rilashlar, o'zingizga aqlingizga kelgan fikrlar bo'lsa, o'sha savollaringiz yoki qanaqadir fikrlar kelsa, ularni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men ularni o'qib, keyingi videolarimda javob berishga harakat qilaman. Yoki sizda qanaqadir harakatlarni bajarayotganda qiyinchiliklarga
duch kelgan bo'lsangiz, o'shalarni ham o'ttiflaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va iloji boricha keyingi videolarda ochiqlab yoki savollaringizga javob berib o'taman. Xuddi shunday biz har doim o'zimizni sog'lig'imiz birinchi o'rinda va biz bu o'zimizni sog'lig'imizni doimiy qadrlab va uni ustida ishlab borishimiz kerak. Shunda bizlarni sog'lom hayot va oilamiz ham biz xursand bo'lsak, oilamiz ham xursand bo'ladi. Ya'ni farzandlarimiz, ota-onamiz hammani kayfiyati, ya'ni ayol kishini, xonadondagi ayol kishini kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun qizlar, ayollar sizdan hammangizga tavsiyam birinchi o'rinda o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni seving, o'zingiz uchun vaqt ajrating. Har kun masalan bir kunda 24 soat bor bo'lsa, shundan eng kamida 20 daqiqa, 30 daqiqani faqat o'zingiz bitta xonada bir o'zingiz yolg'iz bo'lgan holatda o'zingizga e'tibor qilsangiz, shunda 1-2 oy keyin vazn berganingizni, kiloingiz ketganligini, kamayganligini, boshdagi og'riqlar, stresslar, uyquning yaxshi bo'lmasligi yoki boshqa tarzdagi muammolarni o'zidan o'zi yechimiga kelganligini ko'rishingiz mumkin. Men bu gaplarni gapirishimga albatta men ham bu bosqichlardan o'tib kelganman yillar davomida va o'zimni tajribalarimni sizlar bilan bo'lishishdan har doim xursandman. Va hammaga yangi yilda yangi muvaffaqiyatlar tilayman va albatta sport qiling. Ya'ni sport deganda bu oddiygina harakatlar, ko'rsatganimdek o'tirgan holatda bajarasiz va bu albatta siz uzoq umr ko'rishingiz, oilangizni xursandchiligi va o'zingizni sog'lig'ingiz uchun juda ham muhim. Rahmat hammaga, sog' bo'ling va yoga bilan shug'ullanishga har doim biz bilan safimizda davom eting. Rahmat.